Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Menga hozir shunaqa savol kelib tushdi. Xuddi shunaqa menga rasm jo'natishdi. Bu yoqda balzamlarni srogi yozilgan, srogdan o'tib ketmaganmi degan. Men sizga shu savolni to'liqib shu savolga javob berib ketmoqchiman. Bu ko'rsatilgan sana bu 01.07.22. Bu balzamlar qadoqlangan payt. Agar chetrog'iga o'tsanglar, chap tomonda mana bu belgi turibdi. 12M deb yozib qo'yganda idishi qopqog'i ochilgan. Bu degani balzamlarni olganingizdan keyin ochgan kundan boshlab 12 oy saqlash mumkin. Agar balzamlarni ochmasangiz, u turaveradi. O'shaning uchun bu sanani ko'rib, buni srogi o'tib ketibdi deb qo'rqmanglar. Chunki bu bularga tegmasanglar turaveradi. Faqat bularni qorong'i joyga, quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushmaydigan joyga qo'yib qo'ysanglar, 10 yil bo'lsa ham 10 yil turaveradi. Turgancha bularning kuchi ko'payib boradi. Lekin balzamlarni ochgandan keyin havo kiradi-ku ichiga. O'shandan keyin faqat 12 oygina saqlash mumkin.